Yevropada xotinni hurmat qiladigan, boshini ko'taradigan erkakni gentleman derkan, oliyjanob erkak derkan. Oltiariqda xotinni hurmat qiladigan, boshini ko'taradigan erkakni kim deydi? Hoji aka. Nima deydi? Xotin qo'li deydi, astag'firulloh. Hoji aka. Biz sizlarni ham hurmat qiling, ham boshimizni ko'taring, ham xotin qo'lidan dam olaylik. Yo'q, chiroyli bo'lgan paytinglar. Hoji aka deyishyapti mana. Yana qanaqa variant bor? Xotinni hurmat qiladigan erkak bormi Oltiariqda? Samarqanddagilar yo'q, bunaqasi yo'q. Bor, ha. Nima deydi? Shunaqa erkakni nima deydi? Nima deydi? Mard erkak deydi, qiynalib aytyapsizlar mard erkakni. O'zinglar umringizda birinchi marta aytyapsizlar bu gapni. Haqqa nima deydi yana? Nima deydi? Ayting. Sultonim deydi, begim deydi, uyimda ega deydi, farzandimni otasi deydi. 2 metr joyga borganimizda bizni hamma joydan qutqaraydigan sultonim deydi. Menga o'xshaganlar qaraqoshim deydi. Yomon bo'ling, biroq o'zinglarni yaxshi ko'rsatasizlar mikrofonda. Uyga borsanglar o'zinglar o'rasa, og'zingdan qoning kelsin sanadi. Umriga hazillashadi. Topaman deydi. O'zim aytaman. Amerikada, Yevropada xotinni hurmat qiladigan, boshini ko'taradigan erkakni gentleman, oliyjanob erkak derkan. Oltiariqda xotinni hurmat qiladigan, boshini ko'taradigan erkakni bilmasanglar bilib olinglar. Issiq sovuq qilingan derkan. Chunki erkak kishi birinchi bo'lib onasini boshiga ko'taradi-da. Qolganlarni nima qiladi? Qolganlar o'z sekin chiqib oladi joyiga. Hop, asla